Qizlarni tushunmoqdasiz. Avtori Oysham Ismoil Tabassum. 4-qism. Shundaq turib, bu uchrashqa nemishqa keldi deyman. Moda deb dedi. Nemanchi sarangdo qiz bola degan. Ya bir atidan kashgacha mol tunishtirib mahsulot satmaydi ekan o'ji bo'lsa-da. Ya naqsh aytib, she'r o'qib, soz chalib, qandaqdir qobiliyatini joriy qildirmaydi ekan. Bir talay qo'rq gaplarni qilib, haqqi qattiq tegib, ta'ni so'zlab, vaqtni bekorga o'tkazib o'ltirdi ekan bo'lmasa. Shu qiliqlari bilan pul topsa, ay tanjimo. Qizning gaplariga javob qaytarishni muvofiq ko'rmadim. Chunki tarbiya ko'rgan odam odatda tarbiya ko'rmaganlar bilan tang bo'lmaydi. Tang bo'lib qoldimmi, ish meni tishlasa, menmi qo'pib ishni tishlagandek bo'lib qoladi. Shuning bilan uning chalboq qoshlarini anglamaganga selib, 2 kishilik qahvaning pulini to'lab, jimmi deyinib chiqdim. Qahvaxonning gapini qilaversam o'zinglarcha, bu nima qahvaxondan chiqmaydigan bolami deb qilishinglar mumkin. Lekin o'qiyotgan chog'larimdan boshlab ko'nib qolgan odatimda muhim uchrashishlar yoki maqsadlik paranglashish ehtiyojlari bo'lsa, men cho'qim qahvaxonaga o'rinlashtirman. Shuningdek madaniy ham erkin ozodi bo'g'ili bo'ladi deb qarayman. Yana kelib o'zimni qahvani ham qahvaxonning she'riy puroqqa to'lgan romantik muhitini yaxshi ko'raman. Eng muhim sabablarning biri bo'lsa, men qiz ko'rib uchrashishlarga chiqishga boshlagandan hozirgacha mushu qahvaxonaga o'rinlashtirib 20 da qiz bilan ko'rish bo'ldim. Hammasilar mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Bu qahvaxonaning kutguvchi mulozimlari, doimli xaridorlari hammasi degidek qizlar bilan uchrashib yurishimning sababini bilib ketdi, ham u mag'lubiyatlik xo'shlashishlarga guvochi bo'lib qoldi. Demak, chavamni bo'lishiga chitlayib, mana hozir bulardan yo'shirg'idek yeri qolmagan tursa, mushundaq hamma ishimdan xabardor bir yerdan ko'chib, boshqa yerga borsam, yig'rimni teximi cho'ng ochgandek ish bo'lmamdi. Shunga nima ko'rsam, mushaydi ko'ray. Kim bilan ko'rishsam, mushaydi ko'rishib, nima deysam, mushaydi deyishib, mag'lub bo'lsammi, mushaydi bo'lay degan qarorga keldim. Xulos qalam. Shu qitimqi moda jibokash vaqasimi echinishli oxirlashdi. Biroq bu mening dixmoq dallol ochimiz tanishtirgan qizlar bilan ko'rishishimning xotimasi bo'lib qolmadi. Shuningdek keyin turli tuman qizlarga uchrab, ularning qiliqlarini, gap so'zlarini, yurish-turish, qilmish-atmish va hokazolarni tushunib ololmay, yo shular ichidan muvofiq bir loyiq tepib to'yimni qilib ololmay, bechora menamni yet kuch qo'chidim. Bu ishlar jarayonida faqat meningla men bilan ko'rishgili kelgan qizlarni tanlash yoki shallash huquqim bor deb qaramagan bo'lsam-mu, mutlaq ko'p sondagilarga ayb nuqsonlarni o'zim qo'yib, qarish tarafning men haqida o'ylanishiga fursat bermayla ko'rishishni oxirlashtiribdiman. Endi u eliqi qo'ltiq tuk, jibokash, arma xumar degandeklarning qiliqlariga, nuqsonlarga chidab turish soda tas. Lekin unchalik og'ir ayblari yo'q. Ko'ngil ko'ksimni kengroq tutib, mayli davassam, mo'shnon bilan chiqishib qolaligidek men jumu degilib bo'ldiganlarmi shartni yetkich qo'yib, va ayni undan qil ilg'agandek ilg'ab ketibdi ekanman. Netchilar ashundaq ilg'ishimga sukut qilib, o'zini tuvan tutib, xijilligini bildirguncha mendan kechirim so'rab, xo'shlashganmi bo'lgan. Lekin oradagi birisi mendan xuddi ma'murlik naq maydon imtihoni olgandek bir talay savollarni so'rab ketibdi. Boshda qiziq bilinib kulkam qistidi. Bara-bara sovuq tarbiyasib ichim siqildi. Uning oldida o'zimni to'limi xo'rliqda qolgandek his qildim. Bu suhbatning davomi tovandikicha. Ayni yillar biz hangliqib o'ltirib ko'rgan Koreya teatrlaridagi tirishchan iqtidodliq xizmatdasi jenini tikib qo'ydigan oq yoqliq kotib qizlardek kostyum shim yurishligining ichiga yoqsi qayrilib turadigan oq ko'ylak kiyib, chechini rattik tarab qo'yib o'tgan. Qo'lini tiziga qo'yib, qetib o'ltirishlaridan tortib, choy ichgan stakanni ustalga ovoz chiqarmay tarassida qo'yishlarigacha
Ba'ayni maxsus tarbiyalangan dedeklardek sifti ta'sir beradigan eliqi qiz chiroyidan muz yog'dirib o'ltirib mendan savollarni so'rashga boshladi. Odatda uxlaganda xo'rak tatamsiz? Ha? Sizni deyman. Odatda uxlagan vaqtingizda xo'rak tatamsiz? Kulib o'tishdan o'zimni aralla tutib oldim. Qizning mendan shuni so'ramoqchi ekanligini to'liq muayyanlashtirgandan keyin oldirmay javob berdim. Menda undaq muzikalar yo'q. Beshikka belab qo'ygandek jimmida uxlab, rahat, yengil uyg'onaman. Hozir mundaq deb qo'yib, to'ydan keyin xo'rak tatadiganligingiz oshkor bo'lsa-chu, u chaqda qanday qilamiz? Endi ish qilib hozir xo'rak tatmayman. O'chaqdagi ishlarni hozircha bir narsa degili bo'lmaydi. Ahvolga qaraydigan gap. Ha, mundaqdan. Undaqda putingiz puramdi. Nima? Ajab buni so'rab qoldingizmi? So'ramsam bo'lmaydi. To'y qilamiz, davatimiz. To'ydan keyin ikkimiz o'rtaq yashaydigan muhitga ko'ngil bo'lmasa bo'lmaydi-da. Undaq bo'lsa, agar putim pursa qanday bo'lmoqchi? Purimizni qanday bo'lmoqchi? Putingiz pursa siz bilan to'y qilolmayman. Purimiz keyingi ishlarni maslahatlashib baqsaq bo'ladi. To'yga nisbatan bu ish shuncha muhimmi? Albatta muhim. Men pokizlikni, saf havoni, go'zal muhitni yaxshi ko'raman. O'zim turadigan muhitni illiq havo bilan to'shqizishni, gullar bilan to'lgan, yiqimliq turadigan muhit barpo qilishni, ham shulardan zo'q olishni xohlayman. Men tirishib barpo qilgan go'zal muhitni birovlar sesiq puruqi bilan vayron qilsa, yana kelib men bilan birga osh puroqni purib yashaysan desa, men buningga ko'nmayman. Shunga buningda xotirjam bo'ling. Mening putim qat'iy purmaydi. Keyingi savolingiz nima? Bu nima deganingiz? Savol so'rashimga qarshidek qilasiz-ku. Yo'q, qarshi emas. Faqat shu azaldan bu xilda imkon berib baxmabdi ekanman. Qiziq tuyulib qoldi. Ham yoqtirdim. Men astoydil gap qilyapman. To'ydan burun tafsiliy fikr almashtirib, hamma ishlarni o'jir-bujirgicha deyishib olmasak bo'lmaydi. Hozir tafsiliy paranglashmay, keyin chiqishamaydigan ish bo'lib qolsa qat'iy bo'lmaydi. Fikringizni qo'llayman. Men astoydil javob beryapman. Davomli so'rasangiz bo'ladi. Chata yo'q. Ma'qul. Burunqi qiz do'stlaringiz bilan to'ydan keyin izlashmayman deb va'da bera olamsiz. Voy, mandaq gapni qilmasangiz qandaq? İzdishib o'tgandek qiz do'stlarim bo'lsa, bu yerda siz bilan paranglashib o'ltirmagan bo'lardim. Odamga haqoratdek tuyuldi ekan bu gap. Amsa to'ydan keyin iqtisodni men boshqaraman. Sizga har oyda pach xarajat beraman. Bir-birimizga kirim chiqimlarimizni samimiy oshkorlagan asosda o'rtaq turmush kechiramiz. Buningga qo'shilamsiz? Sababini bilib baqsam bo'lamda. Odatda ayollar iqtisod boshqarishga bir qadar pishqan, planliq tartiblik bo'ladi. Bo'libmi men? Hozir ishlayotgan shirkatda asosliq planlash, loyihalash, xodim va iqtisod boshqarish ishlarini o'zim bir qo'lliq tutib ishlab kelyaptqili 5 yil bo'ldi. Azaldan chatoq chiqarib baxmidi. Boshliqimmi mendan intayin rozi. Shunga turmushdimi xuddi shirkatda rolimni joriy qildirgandek qaytirqinib loyilab, planlab, hamma ishni shirkatdagidek tutsam bo'ladi deb qaraydi ekansizda. Shirkatda xodim va iqtisod boshqarishning oila iqtisodini boshqarish bilan cho'ng farqi yo'q. Menimcha hozirgi qobiliyatim bilan bularni yaxshi o'g'irlashtirib keta olayman. Shuncha cho'ng shirkatga qaraganda kichik bir oilani boshqarish tez ish emas. Demak, men sizning qo'l ostingizdagi xodimlardek hamma ishda sizga bo'ysunishim kerak ekanda. Undaq desangiz bo'lmaydi. Shirkat bilan oila bir-biriga o'xshamaydi. Hozirda o'xshaydi, farqi yo'q dedingizmi? O'xshaydi deyishimdagi sabab shirkatning xizmatchilari oilaning a'zolari bo'ladi. Hammasi tartibli holda. Qarang, bu mundaq gapdan. Men ota-aytan pul xajlab, al-mahallaga bog'aq taqib, bir muncha hashamdaram qilib, jafo tortib turib, oilamga boshqurg'uchi yoki xo'jidor olmayman, balki xotin olaman. Biz to'y qilsak, sizlarning shirkatga o'xshash mahsulot ishlab chiqarib, o'rab qochlab, tashviqotini qilib, bozorga silib sotmaymiz. Balki er-xotin bo'lib birga yashaymiz, bola chaqiliq bo'lamiz, ularni tarbiyalab qator qo'shamiz. Mana shunday yashaydigan ekan. Bu siz hamma gapingizda ishlarni shirkatingizning qoida tuzumlariga silib boshqaradigandak qilasiz. To'xta. Mundaqcha, siz bu hayotingizni shirkat pasun yashasangiz mayli. U ixtiyoringiz. Lekin meni shu qilib silib boshqaraman desangiz bo'lmaydi. Men degan cho'pcho'ng bir er kishi. Dağlıq daşılarda o'qigan, 20 neçilik ömrüm butunlay maktablarda bilim ilib, tajriba xallarda tajriba ishlab, turli natijalarni qo'lga keltirib to'limi ma'nilik o'tgan, doktorlik unvoniga ega ixtisos egasiman. Hamda bo'lganda bir odatdagi yemak-ichmak shirkatining bosh mudir kotibi, yana kelib odatdagi bir oliy maktab bitirgan, 5 yillik xizmat tajribasi bor kichikgina bir qiz shirkat tizimi bo'yicha boshqaraman desa, yo'q.
men onun qo'naq bo'lamayman. Bu yoshlikkacha bir kimning boshqarishiga muhtoj bo'lmay, o'zimni o'zim boshqaribmi, shundoq yaxshi yashadim. Pullarimni o'zim boshqarib, ota-onamning holidan xabar elib, ishini-g'inimni jug'lab qo'yib, to'y chiqimlarimni o'zim qig'idek iqtisod yig'ibmi qo'ydim. Demak, siz bir qo'lliq boshqarib, oyda turmush xarajati bermisingizmi? Men pulni qalaymqan buzib chashmaydi ekanman. Hozir tafsili o'ylanib baxdim. Rost shundoq. Shunga bu ishda sizning fikringizga qo'shilolmayman. Gepim tugidi degan ma'noda qizning ko'zining ichiga qaradim. Udulimda o'ltirgan muztalat qiz yiqimsizg'ini bir medirlab qo'ydi-yu, petini buzmadi. Ammo qo'shimizning salpal turilganligini bayqab qoldim. U bayqi gaplarimni yoqtirmagandek qildi. Qiz sal sukut qilgandan keyin chiroyiga kulki berishga tirishib, so'zni davom qildi. Bo'ladi. Bu ishda sizning fikringizga hurmat qilay. Garchi xizmat tarixingiz uzun bo'lmasa-mu, o'qish tarixingiz menikidan yuqori. Shunga iqtisodni mendan yaxshi boshqarib keta olishingiz mumkin. Biroq vaqti kelganda ko'ngildagidek boshqaramay qolsangiz, menga o'tkazib berishingizni talab qilishim mumkin. Ideyangizda tayyorlik bo'lsin. Ohoy, mana qobiliyatli xizmatchi degan. Ishlar deganni chon keltirib, planlab, buyruq deganni qamlashtirib so'qib, qandoq bo'lishini oldin bilgili bo'lmaydigan kelgusi turmushning iqtisodiy ishlarini elitilla jon jahli bilan talishib, to'ydan keyin meni korxona boshqurgandek qiqas boshqurdiganligini har gapida bir purtib o'ltirgan qizga meyiqimda kulgunimcha tikilib qopdiman. Gap bu yerga kelganda aniq deb qo'yay. Qobiliyatli ayollarning bo'ytaq qilishi butunlay erlarning oldida ortiqcha bilarmanlik qilib, hadisi o'zini erlardan ustun chaqlab, qobiliyatini ko'rsatkili oldirganligi. Erlarni bosiman, boshquraman deb yuqori tövallik talishib, kichikkina bilimini, ma'uningda xizmat tajribasini pash qilib, nochilik qilishlari sabab bo'ldi. Mundaq manmanchi qizlar erga tegiman deb avar bo'lmay, berib xizmatini ishlab, shirkatini qilib o'tayversimi tamoman bo'ladi. Baribir buningdek hakavir qizlar bir kimga mehr muhabbat beramaydi. Shularni o'yladim. Lekin ochchig'imni ichimga yutib, gap qilmay o'ltiraverdim. Qiz mening tushuniksiz kulkamdan zerikkan bo'lsa kerak, oldidagi allaqachon sovugan qahvadan bir yutum o'tlab qo'yib, savol so'rashni davomlashtirdi. To'ydan keyin ota-onangiz birga turmaydigan-da? Yo'q. Amisi bo'lg'ida. Lekin biz ular bilan birga turamiz. Nima? To'y qilsak, biz ikkimiz mening ota-onam bilan birga turamiz. Ayrim uyingiz yo'qmi? Voy, bir muncha pul yig'dim devatmamdingiz. Uy olmaganmidingiz taxi? Yiqqan pullaringiz uy sotib olg'ili yetmamdi ya. Ayrim uy deb qapsiz. Ota-onam turayotgan cho'ng uydan boshqa ikki yurish bino uyimiz bor. Ikkilisi shahar ichida. Hozir ijaraga beryapmiz. Lekin biz to'y qilsak cho'qim ota-onam bilan birga turishimiz kerak. Nimishqa? Nimishqa? Ular mening ota-onam. Meni tug'ib, beqib, cho'ng qilib, o'qitib, tarbiyalab qatarib qo'shgan. Bugungi ulishim uchun yuraklarni sarf qilgan dal shular. Hozir meni o'ylab qo'ymoqchi bo'layotganman. To'y qilsam, hamma japoyimni tortib, uyga kelin akirdiganmi shular. Ularning mendan boshqami bolasi bor. Lekin mening ulardan boshqa ota-onam yo'q. Yana qanchalik umri qoldi bilmayman. Keyingi umrimda ular bilan birga yashab, oldin xabar elib, menga singdirgan ajriga javob qaytarishim. Men yenida yo'q chog'larda tatgan sig'inish azobining o'rnini to'liqlab, farzandlik mehr muhabbatini yetkazishim. Oxirgi umrda bo'lsa-mu, bola mehriga qondirishim kerak. Buningdan ortiq javob lozimmi? Lekin men cho'nglar bilan birga turishni xohlamayman. Undaqda ota-onasi yo'qdan birasini tep-tegi bilan. Nima deganingiz bu? Amisi siz bilan to'y qilish uchun ota-onamni bo'g'ib o'ltiraversam yoki ota-bolalikdan kechib uydan chiqib ketsam bo'ladi. Ya'ni kelib sizga zoda to'y qilmasam bo'lmag'idek darajada oshiq beqaror bo'lib qolganim yo'q. Tunji qitim yuz ko'rishyapmiz. Buningdan burun 2 qitim telefonlashganimiz hech nimaga vakillik qilolmaydi. O'zingizcha meni deb ota-onangni kessam bo'ladi demoqchimisiz? Yana so'zlashaversam sabrayim o'rlab qoldigandek turdi. Beşinci qism.
Yana so'zlashaversam, saprayim o'rlab qoldigandek turdi. Sizdek ustiga amroq kalisiga o'sh, o'g'liga amroq onasiga o'sh qizlar bilan epim kelishmaydi. Yaxshisi ortiq paranglashmaydi biz. Ota-onangiz sizni shirkat ishlash, xodim va iqtisod boshqarish uchun cho'ng qilgan. To'y qilish, oila qurish, kelin ham xotin bo'lishga mos kelmagansiz. Balalarimga ona bo'lishga texmi loyiq kelmaydi ekansiz. Daydiganlarimni deb bo'lib o'rnimdan turdim. Qizning o'ngib tatirib ketgan chiroyiga qaramaslikka tirishib, ko'zlarimni elib qechib o'tdim. Lekin uning kayfiyatidagi o'zgarishlarni ko'rib olishni xohlab turdim. Qizdan necha qadam yiroqlamay turibla, uning zardisi qaynadi. Kimga mos kelish, kimga mos kelmaslikni siz belgilamaysiz. Men qarsam sizga menga mos kelmaydi ekansiz. Sizdagi odam bilan to'y qilishni-chi, men xohlamayman. Nima degan ko'ni ideya, nimanda qatmalganlar u? Mendek istiqboli parlaq, qobiliyatli bir qiz ota-onangiz bilan birga yashab, kelinmadikor bo'lib ketilgan o'yda zoya ketmandim men. Yo'limizga mangayli bo'ldi. Urgan yamonmi, shiltig'anmi deb ben aldırmay algan qadamni qiz ikkini bir chamdapla mendan burun eshikning sirtiga chiqib bo'ldi. Turibla ochiq yutib oldim. Hech kim o'zining yuzidagi qorini o'zi ko'ranmaydi degan shu bo'lsa kerak. Bu qizning mijozdagi tarang-turanglar menga yoqmag'ini bilan o'ziga to'g'ri haq ochan. Ketyapman uyga. Qizning savollarini o'ylayapman bir boshdan. Kulyapman o'zimcha. Ish qilib shu kuni imtihon berilgandek bir xil kayfiyatda o'ltirib, hayotning muhim ishlaridan xeyli ko'p aslatlarga ega bo'lib olgan edim. Shuningdan xeyli keyin bir zamonlarda yana mushning o'xshash to'limi kaskin ham iqtidorli bir qizning bosh komissiyaligida uningdimi jiddiy bir imtihonni boshdan kechirib qoldim. Eliq qiz zodi yuz xatir qilmay so'rab qo'ydi-da savol deganini ushoq tafsilotlargacha. Atrofimdagilar qaraydi, men nomus qilib beshimni ko'tarolmagan siri. Bu qiz uning bilan kori yo'q so'rayotdi savollarni. Bergan javoblarim texi hayyarlarcha. Ish qilib bir komediyalik film suratga og'ilib bo'lgan bo'lsa, avishkimiz cho'lpon bo'lib ketadi. Gaplar mundaq bo'ldi. Eliq qiz bola menga boshdan oxir sinchilab tafsili qarab o'tgandan keyin bo'ynini men tarafga so'zib savolni boshladi. Sizning eg'izingiz puramda? Nima? Voy, eg'izingiz puramda davatman. Mav eg'iz bo'shlig'ingiz. Bu purganda qildimi? Undaq emasdi. Voy jon, shu sizning eg'izingiz sisiq puramda deb so'rayapman. Odatda puramda demoqchi. Tanjimo, eg'izim bilan burnim bir yerda bo'lgan bilan o'zimning eg'izni o'zim purab yurmagandikin bilmaydi ekanman. Boshqa birakimmi eg'izim puraydi ekan deb baxmagan menga. Bo'lmasa Apsiz kömsünüz, siz pırap bakamsız ya. İşte, içimde sıkma bir yer durun ha. Astoydil gap qilib nemandoq? Ems tamak chekemsiz? Yo'q, 3 yil burun tashlagan. Aroq ichemsiz? Nemishqa? Nemishqa? Buningmi sabab bo'lish kerakmi? Albatta. Nemish qishmaysiz? Maktabga chaqda og'inlar yig'ilib qolsak, ancha-muncha ichib qo'yardim. O'qish bitirib kelgandan keyin tuyuqsiz yuz bergan bir ish sababli aroq tashladim. Hozir ichmayman. Qanday qishdi u? Voy, u ishlarni deb yurmasam bo'la. Yo'q, danga, men bilishim kerak. Bir tag'am aroqni ko'p ichib, masbob talad yiqilib qoldi ekan. Qish vaqtida, shuning bilan muzlab qilib o'lib ketdi. Shu ish ta'sir qilib, shundan keyin ichmaydigan bo'lib ketdim. Bu bizning to'y ishimiz bilan mening aroq ichish ichmasligimning munosabati bormi? Nima bularni so'rab ketdingizmi? Men deyman, qarang. Musha er kishi degan er kishiga o'xshamasa, ya ishmasa, ya chekmasa, hozirgi bu davrda ya erga ya ayolga o'xshamay qanday yashaydi? Boshqalardan anglasam, er kishi deganning ya tamakiga, ya haroqqa, yoki qimarga ig'ir bir xumari bo'ladi ekan. Bularga xumarlik yo'q erlar, cho'qim taladiki qiz ayollarga xumar chiqib qolamish. Sizchi bu ya çekmisiniz, ya işmisiniz? Haras, qimar o'ynamaydigansiz a? Yo'q, azaldan o'ynab baxmadim. Ha, mana, qimarim o'ynamisiz? Demak, qiz cho'kalarga xumarkansizda? Mav ish bo'lmaydi deyman.
to'ydan keyin meni yolg'iz tashlab qo'yib, talada o'ynaydigan chiqyapsınız. U chaqda men qanday qilaman qani deb eqing. Ay, nadiki gapni qilmang. Ömürde bir tal xotin ilishga vaqti yo'q. Mush yoshga ulishib ketgan odamning taladagi qizlarga qaragudek vaqti bo'lamdi deysiz. Nadiki chek basmagan gapni qilib. Uning ustiga andaq tarbiya ko'mgan xalqlar qilgan qiliqni qilib, yana men ota-onamning o'g'li deb yurgili bo'lmaydi deyman. Nima andaq? Ha, undaq bo'lsa-ku yaxshi endi. Au, ras putingiz purmaydigan-da, ha? Yo'q, purmaydi. Buni sizdan burunqi bir qiz so'rab bo'lgan putim layoqatlik. Voy, to'g'ri bir kimlar bilan ko'rishganingizni chandırib turdi ekansiz ya. Ha, bo'pti. Burun qishlaringiz bilan nima karim? Ha, amsa, au, qo'ltingiz puraydigandek hol yo'q-da. Yo'q, pakiz bolaman. Ha, g'idig'ingiz bormi, yo'qmi? Nima? Uf, odatda bir kim bir yeringizni tutsa, g'idig'ingiz kelamdi, da'vatman. Hay, bu siz o'zingizga loyiq tanlayapamsiz yoki chalning o'rdisiga to'qal tanlayapamsiz? Nima bu ig'zingiz puramdi, qo'ltiqingiz puramdi, putingiz yo'q, g'idig'ingiz kelamdi deb ketdingiz ya? Tayinliq chalning to'qallarini do'rab, tuvoqdak yo'g'on bosh bezakdan birini taqab, uzun nemchi kiyib, qo'lyaqliq tutib, oyoqdan mayoqqa birdam minib bermaymi sizga? Eligicha mayaga opangiz kelib qolsa, xon validimiz yashig'ay deb tovlab beraman egilib qana. 3 xatlik beyit, 5 xatlik uzun diladimmi, ancha-muncha xabarim bor. Tizminib turib birdam yotlab beray bo'lmasa. Jeli bo'g'inimdan ashundaq deb chichaqchibdim. Qiz o'diq o'rnidan turib ketdi. Ondan meni o'zimni besilishga undam. Voy, bo'ldi, ha, bo'ldi endi. Voy, bo'ldi. Bir so'rab qo'yganga to'yg'izmay qarang odamni. Bundaq so'rashimda-chi, ayrim sababi bor. O'tiring avval. Çaydan içip ha? Oy, qahvami diye. Eline ha, güppüd otlana. Mundaq gap bu qarang. Mushu cho'nglarchi, badanida g'idiqi bor odam oq ko'ngil vafodor keladi. Putidilla g'idiqi bor odam o'yinchi, alliqlab keladi deydi ekan. Shuningga so'rab qo'ymayman mushu. Ashundaq tayinliq palpatchi gaplarga ishonamsiz. Ey, qarang, siz bir oliy maktabni bitirgan. Oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan qiz bu. Mushundaq sapsatlarga ishinib, ha shu cho'nglar degan gap bo'lgandekin. Bo'ldilar, siz bilan kelish bo'lolmagandekman. Uyingizga salomdan. Xo'shmi? Hay, bu siz qizning duduqlab qolganiga qaramay, berib hisobotni qilib eshikdan chiqdim. Bir doktorning ayoli bo'lmiş qiz moshundaq bo'lib kelsa amdi. O'z xilimni qandoq bir kishilar orasidan izlab qolgandiman zodi. Shu ish bo'lib, xeyli kunlargacha dixmoq ochimiz tanishtirgan qiz bilan ko'rishlarga chiqqani unumay domsib yetib oldim. Ammo keyingi bir kuni ma'lum bir torbatdagi kulkilik bir xabar zo'qimni qo'zg'ab qoldi. Ya'ni Hindistonlik bir qiz to'y kuni bo'lg'usi erdan matematikalik savol so'ragan bo'lib, kari jadvalni yotlab berishni talab qilgan. Biroq yigit karani yotlab beramaganlikdan bu qiz ochchig'i paylamay naq maydondala to'yni bekor qilib, yigitni tashlab ketib qolgan. Qizning va yigitning oilasidagilar uni to'sib bilib, shuncha nasihat qilsimi quloq solmay, shuncha uzun tayyorlik qilgan ham bir muncha chiqim ketgan to'yni ashundaqli buzgan. Bu xabarni ko'rib o'tib, zodi kulkamni bosolmaydi qoldim. Bularga qaraganda menga yoqmagan va meni yoqtirmagan qizlar bilan bo'lgan rad qilinishlar xeyli aqlga muvofiq edi. Shu xabarni ko'rib, necha kungacha kulkam qistab yurgandan keyin men bilan ko'rishgili chiqib, yo'liga ravon bo'lgan u qizlardanmi bak og'rinib ketdim. Chunki saranliq bularning qon-qiniga singib ketganligi chin tutibmi qoldim. Bu qizlarni sarang degan bilan baribir er kishini xotinlikqa og'ilib bo'lmaydi. Opamga kelin, menga xotin, oilamga ayol kerak. Yana mushlar ichidan muvofiq birasini tepib to'y qilishim kerak. Bu gaplarni necha yildan beri opammi to'li deb mengamga quyib etgan. Xulos kalam. Qandaqli bo'lsin o'ylanmay bo'lmaydi. Özüm tapqan loyiq bo'lmagandikin, yana shu opam tapqanlari bilan dixmoq dallol ochimiz tanishtirganlari bilan ko'rishdigan gap. Shunda qilib, keyingi haftaning oxirgi kuni avu dixmoq ochimiz
yana ig'anglab minib o'ylimizga kirib keldi. Qarong'i tushay degan vaqt edi. Opamning gullarini tomosha qilib o'yildiki katta sinayon yotatdim. Kirgan peti ras yog'anlardan hijib, mang'ayu opamga salom qildi do'nqaslab. Arqadan opamni tatib bir chatga ep ketibdi. Ko'zimning qirdi qarab tursam, kusurlab bir nimalarni deyishdi. Men anglamadim. Lekin ko'zim shiladi. Ularning ko'zlarimi pat-patlamandi. 5 minutlarcha ikki bosh shu xilda lanishdi. Ondan dixmoq ochimiz oldirab tenab chiqib ketdi. U chiqib ketgandan keyin opam yenimga kelib, bayamqi ochimizning yana menga qiz tanishtirib kirganligini, ati ishdan tushgandan keyingi vaqtga o'rinlashtirib qo'yganligini, cho'qim bormasam bo'lmaydiganligini aytdi. Yoqday desam texi. Amalsiz beshimni ma'qulga langishtirib, xo'shaqmagan bir holda o'rnimdan turdim. Ati ishdan tushgandan keyingi bo'lsa, yana hilqi qahvaxonada bir talay odamlar g'aybat so'qib o'ltirgan chaqqa to'g'ri keladi. Yani shundaq tugumas imtihon savollariga ko'milib, tishim qayrishib qaytib kelamanmi degan g'am bilan beshim qatdi. Biroq bormsam rostilla bo'lmaydi. Opamga ma'qullik berib etib, asta kerilganimcha turbi yeniga bordim. Ussigan edim. Turbidan suv ichish xiyoli bilan engishib turib, turbining suv tushadigan eg'iziga eg'izimni changida chaplab jo'makni ochdim. Avval shur qilib muzdek suv eg'izimga tushdi. Orqadan chim qilib bir og'riq sezim bo'ldi. Nima bo'lganini bilmadim, eg'izimning ichi tirab, chim qilgan yer vajildab etishib ketdi. Eg'izimning ichida nemadir bir narsa midirlab turgandekmi qiladi. Qo'rqib ketganimdan tezli jo'makni etib, kaynimga dojig'ach yengishib, eg'izimdagi suvni yaga tükürdüm. Shu haman men tükürgan suv bilan billa bir dona seriq hara yerga tushdi. Hari chiqibdi-da, dedim ko'nglimda. Angacha eg'izimning ichib og'irishig'i chidamay, vayjinim boshlanib ketdi. Balam nim bo'ldi deginicha yugurib kelgan opam harini ko'rib, "Voy, esla" dedi. Paypaslab uy ichiga kirib ketib, bir piyolda shakrab suvni elib chiqib, unimg'anga qo'ymay, menga zo'rlab ishirib etdi. "Moshini issang ishimaydi" deb atati bo'lmasa. Nadikini? Ayol o'tmayla, osti usti lavlarim eg'izimning atrofi ishib, ba'ayni koli devidek bo'lib ketdim. Koli devidek bo'lib qolsam-g'o qoldim. Ishqi yanmasa o'ngishilibmi qoldim. Lekin og'riq dastidan jinim chiqaydi dedi. Hari chaqqonga qarta yalluq ham zahar qaytirish o'kulini soldirib yaxshi bo'libmi qoladi. Biroq opam tuz suyi ishdan bo'lam. Endi o'kul soldirmasangmi, heligacha zahar qaytib ishq yanidi deb turib-ag'ashqa. Opam menga yamunini o'ylamas deb qarab doktorxonaga bormabdi. Ammo kechichi bir uxlasam nima dey? Tinish birdam o'ltirg'ili bo'lsa qanday qilay? Ağırıq chidamay vay-vaylab, uyan o'rilib, buyan o'rilib, ming taslikni tongni atqizib, hamma xizmatdoshlarimdan burun doktorxonaga berib oldim. Baldır bağınımga tushliq tasodifiy jiddiy so'qiruvchi operatsiyasiga ulgurdigan gap. Men kirmasam bo'lmaydi. Ha, bo'pti dedim. Necha soatning ishgan chidib etay deb. Operatsiyani tugatib chiqibla sestralar boshlig'iga deb o'kul soldirib oldim bo'lmasa. Shuninglik bilanmi ish yanmay shup beti turaverdi. Her halda ağırqı qo'yib berganga xo'sh bo'lib, pat-pat aynakka qarab, Kim Kardashianning levidan o'ta bo'rtib chiqqan lavlarimni tomosha qilib, yonfonimda har xil rasmlarga tushib xotira qoldirib, mushu turqimdan yetkuchi huzur elib, qo'zim tilib og'irg'ichi kulib kunni kash qildim. Altıncı qism. İşten tushishga necha minut qolganda opam yana telefon qildi. Atdigandan beri to'liq telefon qilib zerikmidi bechora opam. Ahvoling qanday? Yana og'riyotamdi. Ish yandimi? Tomoq yedingmi deb. Hozirmi yana ahvolimni bir qo'r so'ragandan keyin kashdagi uchrashishni unutib qolmasligimni topilab, quliqimga bir hazor tarbiya qildi. Hamma gapiga ma'qulni 5 kishilik deb uni xotirjam qilib telefonni qo'ydim.
Angacha ishdan tushadigan vaqtmi bo'lgan edi. Ishdan tushgandan keyin ko'nglim yerim holda aynakka yana bir qitim qaradim. Bugun ko'rishdigan qizning oldiga kalpikimni do'rida aytib, mushi turqim bilan berib o'ltirib kelsam, talaydigan shu amdi. Hech qachon chaqmagan hara mana tunugunkidek chaqdi chiqib, yana kelib hech yana emas, ata-aytan pilallab qo'ygandek zuvonimni chiqib. İşler şundaq bo'ldi. Atrofdagilarni qo'rqitib etmaslik, hech bo'lmasa xalqning diqqatini tortib qolmaslik uchun heliqi qahvaxonaga maska taqib bordim. Aynak eshikdan kirib doim o'ltiradigan o'ringa mang'icha qo'shimi qashliq zilva bo'y kutguchi qiz ishki taqlab yenimga o'ndi. "Teshdiqmi, uzun bo'ldi kelmay qo'ydingiz. Yolg'izmi ya? Eligicha qizlar kelamdi?" deb so'rab. Bu degani balkim sen bir kun o'ylanmasan, bu yerga doim qiz ko'rgili kelsin. Buni mendan yo'shirib qololmaysan, degandek tuyulib sal quyun tutdi. Lekin ahvol haqiqatan shunday tursa, ortiq gap qilib bo'lmadi. Qizga so'z jilmayganimdan keyin zuvonimda maskam bog'liqi yodimga yetdi. U baribir jilmayganimni ko'ramaydi. Gap qilmay berib joyimda o'ltirdim. Ondan ilgirkidekla qahva buyurmoqchi edim, yana shu kutguchi qiz chaqqan kelib. Hozircha bir stakan sutli qahva, shundaqmi? So'zsiz beshimni langishdim. Qiz tatlı kulib qo'yib, yengil shipildab mulozimat supisi tarafga ketdi. Shu chaqda qat'iy qarorga keldimki, mayli nima bo'lsin, buningdan qizlar bilan ko'rishadigan ish bo'lsa, bu yerga kelmay, boshqa yerga o'rinlashtirishni ko'nglimga pukdim. Bu yerga nima vajidan keldiganligimni, lozimlik narsamning yerimini heliqi qizlar kelganda buyurtadiganligim deganlarni ashu kutguchilar chig'ida bilib kelsa, odamni chandirib. Buyurtgan qahva kagicha men ko'rishdigan heliqi qizma kirib keldida, qahvaxona ichiga alanglab qarg'ila turdi. Opam topilgan ko'k gullik ko'ynak, qora somka, bo'dirchash degan belgisi bilan qizni tezla tonidim. Chiroyi yomon emas. Gerimidan eshak urkib qochqidek heliqi qizning bo'y turqimi qaramoqqa bo'ldigandek qiladi. Qiz meni topolmay har yon qaravatganda o'rnimdan turib uningga qo'l ishorasi qildim. U meni ko'ribla oldimga keldi. Ondan ahvol so'rashtirimga javobni qaytarmasdan menga boshdan oyoq bir qo'r sapsilib qarab chiqdi va takallufsizla kelib udulimdagi o'rinda lo'mmida o'ltirdi. Qaysi ishni xato qilganimni bilmadim. Qiz mendan toza rozi emasdek qiladi. Men taajjublanib nima qilishimni bilolmay qoldim. Angacha heliqi zilva kutguchi qiz kelib, buning nima ishlaydiganligini so'rab ketib qoldi. Siz odatda shundaq maska taqib yuramsiz? Yo'q, undaq emas. Bugun shu alohida ahvol bo'lib qoldi, to'g'ri tushuning. Gapni qo'llashtirolmay shundaqli javob berdi. Ammo qiz chiroyini turishtirib dedi. Amsi birdan ilib yetib tursangiz qandaq? Bu olmasam bo'lmasmi? Toza qo'laylikmi emasdi? Qarang. Yey, oldingizdagi qahvani yuzingizni osmonga qartib olib, maskining teshidan to'kib ishmaydigansiz? Buni demagandimi, men sizning chiroyingizni ko'rishim kerak-ku. Qaytib olsam uydagilar qandaqroq bol ekan, ko'rdingmi desa, maska taqib o'ltirdi, chiroyini ko'rmadim demdim. Tozimi? Qizning bu gapi yuragimga g'achchida birini sog'andek tuyuldi. Ming bir o'ng'aysizlik bilan asta yengishib maskamni oldim. Qiz mening chiroyimni ko'rish bilan hang'iqib turib qoldi. Ondan duduqlab qana so'radi. Bu sizning chiroyingiz bu? Hech men rasmingizni ko'rganimga o'xshamay turdi-ya? Ko'ring mana. Dixmaq dallol ochimiz bu qizga mening rasmimni ko'rsatibdi-ku, menga buning rasmini ko'rsatmabdi. Chenib qoldi dixmaqam ocha. Mushundaq chanidi mana. Men shuni xiyol qilg'icha qizning chiroyidagi norozilik aslandi. Oldirab tushundirdim. Asli mundaq emasdi. Tunugun kechdi, bugun siz bilan ko'rishdiganning uchuri bo'lgandan keyin ig'zimni ari chiqib olibdi, ha? Shuning bilan mushundaq ishib qoldi. Hozir texi xeli yaxshi bo'lib qolgani. Ansirmang. Atdigan yallab qaytiradigan okul soldirib oldim. 2 kun ichi to'liq o'ngishib ketaman. Hay, bu cho'pchong odam qandoq bo'lib o'zingizni hayriga chaqtirib yurgansiz?
yer tepilmagandek tek eg'izingizni mushu turqingiz bilan sirtqa chiqib qolsangizmi haq qo'rqib ketadi sizdan. Yey. Shunga sizni qo'rqib ketmasin deb maska taqib olgan. Ko'rishdan burun ayrim aloqamiz bo'lgan bo'lsa-ku, mandaqroq ahvol bo'lib qoldi deb askartib qo'ygan bo'lsam, bundaq o'ylab qolmaydingizchi. Qandoq bo'lib chaqtirib oldingiz? Bu men chaqtirmadim. O'yildagi turbidan suv ichay deb engishibdi turbini ichib deganman. Ichida har bakan demaysiz. Hey, bu cho'p-cho'ng odam turbiga engishib suv ichib bergan gapmi? Qarab yiqma turqingizga. Oyey. Ansirmanga bo'ldi, hech ish bo'lmaydi. Tezda o'ngishilib ketdi. Men sizdan ansirmadim, qarang. Men bilan to'y ish to'g'riliq paranglashib ko'rishib yurgan bolaning falokatligini hang vaqtlig'indayman hozir. Mushu abgalig'ingiz bo'lg'achqa shunga o'ylanmay qolgan bola ekansiz asli. Hay, yo'g'on bir erkishimi kichik baldek turbiga engishib suv ichamda. Uydagilarga u bola turbiga engishib suv ichib, eg'iz burnin har chiqib ishitib qo'yibdi deb bormanman men. Voy, masajjilikni. Bir kimga digilim bo'lmaydi, ay bu gapni. Ay to'xtang ha. Boya ho'yildik turbida dedingizmi? Uyingiz bino uy emas, deb ho'yli uymi? Voy, mening qoq peshonamay. Ne katta bino uylar bor, shaptak yigitlarni yaratmay kelib, endi qo'tir ho'yli uyda o'tirgan falokat har chaqqa qeri yigitga tegdi ekanmanmi? Ay, xotin nima ko'rib qoldi meni? Ey, xapjimi xap. Ay, nim qaraversiz tishimni qerishtirib. Ahvolingiz o'zingizga ayon bo'lgandikin, men undaq esilzoda oilaning qiziga loyiq kelmayman. Xalqning qizini avar qilmayli, o'zi yarasha oila bilan to'ylashib olsin desangiz bo'lmamda uyingizdagilarga. Ay, sizga tushib qolgan qiz bola bormi ekan? Nemish bo'ldi to'yqsiz? Men na ikki qiz gap qilay, na buningga to'y qilayli deb choplishay hozir. Ko'rishgili texi 5 minutmi bo'lmadi. Nima bo'lganiga qaynaydi bu? Qizning avtomatdek tatatlab ketishlariga qarab hayron qoldim. Texi so'zlagan siri ovozning yuqori chiqib ketishlari, qo'llarining har yon pulanglab o'rnidan turib ketishlari. Ay, esilzoda haq, asli qizlarni mushundaq cho'ng qildi ekanda. Nima bu qilganlari endi? Yasli bolasiga mundaq vaqirab chaqirmaydi bir kim. Xo'yim sat tutdi. Yuz xateri deganni qayirib etib, amdili taqib olgan maskamni yuzimdan shart dedi oldimda, menmi das o'rnimdan turib, qizning bo'zrang ko'zlariga tikilib shundaq dedim. Voy, bo'lamiki amdi. Nima gap qilmay turpasam, dombu cho'ginda qaynab ketasiz. Ha? Bu yaksini men chillab kelmadim qara. Opingiz qizim yoshda cho'ngib qoldi. Hech bir kim olaydimi de, loyiq deb taloli qilib olsam bo'ladi deb, eliq dixmoq ochimizga dat to'kib gap aytib beribdi ekan. Ochimizning sizga ichi og'rib, bir yotliq qilib murodiga yetkazib qo'yayli deb meni tonishtirdi. Men tiqsini bog'lab so'rab uyimga elib ketay deb qo'pmadim. Tegadigan ishingiz bo'lsa-mu, avval men olay desam onda teksiz. Unda hech gap yo'q, odamning zitiga tegma. Men olmasam Tex mundaq ko'rishlarni yillar bo'yi davomlashtiribmi, ya'ni o'ltirib qelaverasiz. Bu qiliqlaringiz bilan pat yaqinda erga tegalaydigandek turmaysiz. Sizga shuni deb qo'yay chiroyli xon. Odam deganni ba'zida hari chiqib oladi, ba'zida posh chiqib oladi. Yana ba'zida yilonmi chiqib oladi. Turmush deganda tasodifiylik degan bo'lib turdi. Shunchalik ishlarga yetmagan saran kallangiz bilan menga tarbiya qilaman demay. Berib ava dixmoq ochimizga boshqa yigit tonishtirib qo'ysangiz bo'g'dak, u bola meni olmaydi ekan deb qo'ying. Xo'sh, amsa. Shundaq deb oldi kaynimga qaramay chiqib ketdim. Bu qitim hisobotma qilmadim. 2 kishilik qahvaning pulini qizning to'lishiga qoldirib, tunji qitim o'z irodamga xilof ishdan birini qildim. Qandaqli bo'lsin uning ta'tirligi, ishlarni o'ziga yaxshi bo'ldiganli tarafdan o'ylashlari. Bütün ishlarda mendan qusur izlab, xatolik tepishlari ideyamdan o'tmadi. Qani ko'ramiz. Hayotida bir qitim ma'ara chaqmaydigan Esilzoda xonimning erga tegishimi osonga to'xtamaydi juma. Uyga qaytgandan keyin opamning savollariga javob bergili unumay, o'jiramga bekinib oldim. Nima qilgan gunoyimga xalqning qizining oldida yetim boldek silkishindi ekanman. Un chiqib turib o'ylanmasam o'lib ketamidim. Ish qilib bu ishning g'ururimga tegib o'tib ketgan yaldir xeyli uzungacha esimdan chiqmay turdi. Shuningdek, dixmoq ochimiz tonishtirgan qizlar bilan ko'rishgili chiqqili unamadim.
Biroq o'g'riga mol kammi degandek doktorxonamizdagi sestra qizlar ichidan loyiq chiqib turdi. Bularning hammasi bir peshqadam doktor hadimizning yaxshi ko'ngli bo'lib, u o'zi ko'zlab menga sestra qizlarni tanishtirib, "Ha, ukam, chekib beqing, purtib beqing, gapdeshib beqing" deb yurib, men xuddi har qadamida, har ishida, har nafaslarida xotinni o'ylaydigan, xotin elishdan boshqa g'emi yo'qli birsiga aylantirib qo'ydi. "Bo'pti" dedim. Shu ochimizning yaxshi ko'ngli. Bir bo'limda ishlaydigan bo'lgandan keyin u hadimiz soyib qolgan qizlar bilanmi doim ko'rishib turish, tushunib beqish fursati bo'ladi. Ochimizmi sho'xraq ayol. Texi tiziq marvaytdak oppoq tishlarini ko'stib, ejib turib. Amdi ukam, birdan ikkisi yaxshi degan gap baqirang. Qizlar jiq bo'lgandan keyin chekib turib tanlaysizdan, ha? Bo'p qolsa aldirab birasik eg'izashmay, hammasini ko'zitib beqing. Qaysi detingizga bakrak yoqqidek bo'lsa, ko'nglingizni obdan to'xtatib, shuning qil eg'iz ichib egallasangiz bo'ladi. Birdan uningga, birdan buningga gap tashlab yursangiz, boshqalarga tuturuqsiz ta'sir berib qo'ysizdan, ha? Ish qilib Saniyamo yaxshi qiz ola. Chiroyli, ishchan, o'ngluq. Aytursinmi obdan qiz. Mijozi illiq, chiqishqaq, kulginchak ham mungchi. U Sharipami bek eg'ir bisiq, rayish qiz bola bo'pti. Qaysili bo'lsa ko'nglining ashqan yeriga bag'ida qizlar. Amdi boshqalarning yo a'lari ba, yo ko'ngil berishgan yigitlari bor ekandan, ha? Men bilgan bo'ytaqlarning hammasini sizga deb berdim. Shulardan birasi bilan chiqishib qolsangiz, to'yingizni o'ynab polayaymiz toza. Avval ko'nglingizni to'xtating. Andin dadilroq bo'lib, gapni jonliq qiling-jimi? Hergiz miki bilan bular bo'lmas gap teshilib qolmasin. Xizmatdoshlar ara ko'ngilsizlik bo'lib qolsa, hammamizning yuziga sattirdi. Qog'inini o'zingiz o'ylang amdi. Omad tilayman sizga. Shu ochimizning davati bilan birer oyda 3 qiz bolani dangsab kuzatib, ostirtdan uchorini egilab, xupiyani surishtirib baqdim. Nemili degan bilan qaysig'ili o'ylansam, xotin qildig'inim o'zim. Shunga tegi taktini yaxshiroq bilib baqqanning yomoni yo'q edi. Ishlar shundoq bo'lib, 3 yil qizning uchurlarini bir qatorliq egilab bo'lgandan keyin nazarimni Sharipa ismli eg'ir besiq royish qizga tikdim. Nima deydi o'qini? Bir chekib baqay dedim boshda. Shuning bilan undidardili xat yozib talab qo'ydim. To'y qilayli demidim boshda. Yurib qolamdiq deb so'radim. Qizma ayolchimay chaqchaq qilyapamsiz ya, rost dedingizmi deb so'radi. Rost deganimni jazm qilgandan keyin hech tortishmayli ma'qullik berdi. Odatda mushundaq chaqda boshqa o'g'illarning kayfiyatida qanday o'zgarishlar bo'ladigandir. Men na xo'sh bo'lmadim, na boshqa o'zgarishlar bo'lmadi. Bir xiyollar. Rost gap qilsam, hayotimda tuyuqsiz bir qiz do'stim paydo bo'lsa, qanday o'zgarishlar bo'ldiganligini bilmaydim. Qilchi tayyorliqsizlar qiz do'st paydo qilib turibli ichim pushatdi. Lekin deydigan gapni deb, oladigan javobni ep bo'lganda yeni vaqilimi bo'lmaydi. Ertasidan boshlab butun doktorxonaga Sharipa ikkimizning yurayotgani pur ketdi. Men o'zim bir kimga demedim. Chunki mening bu mijozimda har qanday ishning maxfiy, davransiz, jimjit ham tabiiy bo'lgani yaxshi edi. Chiqishib o'talishimiz yo chiqisholmasligimiz noaniq turgan bir paytda bu ishni oldirab denab oshkorlab qo'yishni ancha xohlab ketmaydim. Yettinci qism. Biroq Sharipa o'zi vetviloqlik qilib, ko'rgan bilganning hammasiga bu ishni deb, yer shori tavasida bizdan burun hech kim yurib boqmagandek, muhabbatlashishni mushi ikkimizda ijod qilgan dunyoviy cho'ng ishdak hamma odamga tarqitib yuribdi. Bularni anglaganda sal ichim siqildi. Ko'nglimning bir yerlari yiqimsizlanib o'tdi. Biroq qiz do'sti bo'lsa yaxshi bo'ldiganligini tushunib qolgan siri bulog'imni parvo qilmadim. Chunki Sharipa mushkullarda menga atdigandan noshliq og'ash kelishni o'ziga odat qilgan bo'lib, texi cho'qim o'z qo'li bilan tayyorlaydi. Tushlik tomoq vaqtida men billa chiqmasam unimay turib oladi. Mening ko'p muhabbat tajribam bo'lmag'achqa, muhabbatlashganda o'zaro sovg'at berib turish kerakligini bilmaydi ekanman.
Lekin u haftada bir qatim hali u ish, hali bu ishni bahona qilib, menga har xil sovg'atlarni berib turadi. U shunday qilgan sari men bara aqlimni topdim. Qizlarning ko'nglini utish uchun nimalarni qilish kerakligini bilib oldim. Hamda Sharifa bilan texmo yaxshi o'tishga tirishdim. Ammo yuragimni oqtirib ko'rsam, menda bu qizga nisbatan muhabbat hissiyati yo'q edi. Qandaqli bo'lsin, yil siri cho'ng'ib berayotgan yosh masalasi cho'qim biror qiz bilan orlashib o'tishimning zarurligini izohlab turg'ashqa, mumkin qadar ko'nglimni u tarafga moyil qilishga tirishib mengavatdim. Uning bilan yurayotganning ikkinchi iyiga qadam qo'yganda ko'nglimni to'xtatgan bo'ldim. Shu qiz bilan to'y qilay degan gapni opamga deymi deb yurgan kunlar edi. Bir kuni so'ngak kasalligi bo'limidagi yoshli cho'ngroq bir doktor bilan uchrashib qoldik. Gapdan gap chiqib qilib, u tuyuqsiz mendan so'radi. Fukam, sizlarning bo'limdagi Sharifa degan sestra qiz bilan yuribdi deb anglayman sizni. Rost shunday ish bormi? Ha, aka. Shunday bo'lib qoldi. Yaqinda uydagilarni elchilikka mang'izaymikin deb turaman. Qandaq? Buni so'rab qoldingizmi? Ha, boshqa ishmi yo'q? Shu Hey, o qizning o'tmishini bilasizmi Fukam, ha? Agar bilsangiz o'zingiz bir narsani o'ylagansiz. Bilmay qolgan bo'lsangiz, keyin ko'ngil zilsi bo'ladigan ish chiqib qolarmi deb o'ylayman-ku shu. Ishinglarni anglagan chog'da hayron qolgandim-man. Shung so'rab beqishim. Bu taajjublik duduqlamalarga diqqatimni bermay qolmadim. İnson deganning o'tmishi bo'lishi aniq. Lekin uning qandoq o'tmishi borligiga azaldan qiziqib boqmaganim yodimga yetdi. Şuna o to'g'riliq bildiganlarimning hammasini aytib berdim. Haliqi doktor akamiz ming bir o'ng'aysizliklar bilan qizdirib turib eg'iz ichib qoldi. Ha, endi Fukam. Boshqalarning shaxsiy ishlarini talada yeyib yurish biz erlarga loyiq ishlar emas edi. Lekin qarasam, ba'zi ishlardan xabarsiz o'xshaysiz. Bu gapni desam, ya to'g'ri tushunib, yaxshi ko'ngli bilan askatib qo'yibdi dersiz. Ya bo'lmasa, dushmanlik qilib org'a ziddiyat termoqchi bo'lyapti debmi o'ylaysiz? Mayli, qandoqli o'ylasangiz, men gapni oldin deb qo'yay. Qog'inni o'zingiz chag'lang ish qilib. O qiz, bizning doktorxonaga yo'tkilib kelishdan burun shaharlik doktorxonaning ichki kasalliklar bo'limida ishlagan. Shu mezgilda bir qitim to'y qilgan. To'y qilgandimi, mening ochamning o'g'li bilan to'y qilib, 2 oyli uy tutib ajrashib ketgan. Boshda uning bilan yurayotganingizni bilganda, bu ishlarni bilamo deb o'ylagandim. Hozir xabarsizligingizni bildim. Shunga sizga deb qo'ymasam bo'lmaydi. Ikkilimiz erkish emasmi? Endi o'zi rayish, mijazi yaxshi qiz bola. Faqat shu to'y qilib ajrashgan yeri badang. Bu ishni bilib turib, yana mayli to'y qilayverman desangiz, sizlarga baxt tilayman Fukam. Qayta o'yinib boqaman desangiz, umu ko'nglingiz. Ish qilib, keyingi hayotingizda birga yashashga tanlagan odamingizning mundaq ishlarini bilib, ondan qarach qolganingiz tuzuk. Bu gaplarni anglab, beshimdan bir chilak muzdek suv quyilgandek andikib ketdim. Bir qitim to'y qilgan, 2 oy uy tutib ajrashib ketgan. Bir qitim to'y qilgan, 2 oy uy tutib ajrashib ketgan. Mushu gaplar quloq tuyimda qayta jaranglab, Sharifaning obrazi qog'oz laglakdek ko'z oldimda uchib yurdi. G'ururim azoblangandek his qildim. Ko'nglim yerim bo'ldi. Chunki u azaldan o'zining ilgari to'y qilib ajrashib ketganligini menga aytib baxmagan. Hozirgi muhim masala uning to'y qilib ajrashgani emas, balki bu ishni mendan yo'shirgani edi. Necha soat ichimga tinib, ig'ir o'ltirib ketgandan keyin ishxonamda menga surkilib holi qolmagan Sharifani bir chetga surib etib, uning ko'zlariga sovuq tikildim va so'radim. Sharifa, siz mendan bir ishni yo'shirdingizmi qandaq? Men nima ishni yo'shiraman sizdan? Undaq ish yo'q. Qilchi qizamay, hech duduqlamay tabiiy javob berayotgan qizga sal ochchig'im keldi. Uning rost gapini deson deb fursat berganning foydasi yo'qdek qiladi. Shunga o'zimla uning yuziga soldim. Acaba ilgari to'y qilib ajrashib ketganligingizni mendan yo'shirganingiz hech qanday ish emas demoqchimisiz? Ha. Bu siz
qandaq bildingiz? Yo'q, Abdusoyid, buni men sizga tushundiray qarang. Asli buni sizdan yushirish maqsadim yo'qdi. Shu. Amisi nimishqa yoshirdingiz, ha? Biz birga ishlayotqilish shuncha uzun bo'ldi. Shu jarayondan bilmabdiman. Yurvatqilimi 2 oy bo'ldi. Mushu jarayondan bilmabdiman. Siz desangiz bo'ladi. Tamamen fursat bor edi. Hech bo'lmasa biz kunda bildik. Hojatxonaga borgandan boshqa chog'ning hammasini birga yurgan chog'larning hamma vaqtida tamamen fursat bor edi. Lekin siz demedingiz. Nimishqa yoshirdingiz, ha? Zodi nimishqa? Shu boshda demabdiman. O chog'da sizni bilodi deb o'ylaydim. Keyin xabaringiz yo'qligini bilganda yig'imni diyammadim. Desam, mendan ayrilib ketamikin deb ansirdim. Siz bilasiz, mening sizdan faqatla ayrilib qolg'im yo'q. Shunga eg'iz ochamay bo'lmamdi. Mendan ayrilib ketmaydigansiz, ha? Abdusoyid, unda qilmaydigansiz. Bo'ldi. Men birdam tinchlanib olay. Siz chiqib turing. Ayrilib ketmayman daga amisa. Biz to'y qilamiz shundoq-ku. Mendan ayrilib ketmaysiz, ha? Qizning esadib yig'lashlari faqatla his tashlag'imni qo'zg'ayolmadi. Rostini deganda hozir his tashliqqa eng muhtoj odam men edim. Shu kuni kechda opamga Sharifaning gapini qilib berdim. 2 oydan beri uning bilan yurayotganligimni, bu ishni o'ziga deb qizning uyiga elchi mangdirish ishini aytish oldida turganda, qizning ilgari bir to'y qilib ajrashganligidan xabar topgan. Hozir bu ishni qanday qilishni bilmay qolganligimni chala qo'ymaydi. Biroq opamning rangi shu yerda o'ngdi. Bo'lmaydi. 3 ta situatsiya yetkidek pulni tamom o'qishingga sarf qilib. O işte palani daşı, pokuni oliy bilim yurtlarida o'qib doktor bo'lib kelgan, arg'amoqdek yuz topgan bir o'g'ilni biz hargizmi bir erdan chiqqan chala cho'kanga o'ylamaymiz. Xiyolingdan yanjimasan. Nima shuncha katta oilalarning gulda qizlarini yaratmay, endi bo'lganda ajrish o'ltagan ikkinchi qo'l birsiga chaplashib. Qanday degan gap bu? Mumkin bularmi demay, shu xiyolni qilsinasan. Hazır ayılıp ket. Dünyada kız zatı ölüp tügeydiğen iş bolsa mı? İlgirk işlerini yoşurgan yalgancı çokancakını ipemeymen sana. Hık bilsin ne at ne numuz. Vay. Ma açıkım ne? Hıp. Apamның gapning 5 chiqa chiqmasda eliqi otchiq yomon qizlardek chichanshib qo'pishlarga qarab, qiz ayol degan jinslik bu mazlumalarning butunlay benormal ekanligiga ishondim. Ha, yo'q. Bu mening opam. Benormal desam bo'lmas. Lekin ishlarning bosh oxirini bir tushundirgili tirishyapsam, yelitilla mundaq chalva qilmay, oldi bilan ikki qiz gapimni anglab yiqib, navodiman zodi shu qizni olatdim deb chaplashqidek bo'lsam, andin qayimamdi. O'zimning bolasi deb ishonch bilan tillab ketganida bu. Tillaydigan ishmi bo'lmagan tex. Mana shu bu qiz bilan to'y qilishimni qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligini. Agar to'y qilishimga qarshi bo'lsa, u qiz bilan to'y qilsam yaxshi bo'lmaydigandek bo'lsa, orni qandoq o'zishim kerakligini maslahat qilmoqchidim-da opam bilan. O'sha o'zimning chiroyli, o'maq, mehribon, suyimlik opisi bilan. Opamning dakkillariga kekirgandan keyin ortiq maslahatga o'rin qolmadi. Shu hamalli qizga sizni kechirolmayman. Bo'ldi, biz ayrilib ketaylik, baxtingizni tepavlang deb xat yozib qo'yib, uning undidarini yuvib telefon qilib yig'lab jidal qildiganligini biladim. Shunga yon telefon nomerini qora tizimlikka kirgizib etib, bir oz yangillab qolgandek bo'ldim. Mundaq desam, balkim ba'zilar o'g'illar degan-go zodi lamzalla, hech bir ishga o'zi ega bo'lolmay, opisini oldiga chiqarib qo'yib, shuning gapini anglab turibmi, yana xotin olatdim deb yurgan deyish mumkin. Biroq mening o'rnimda siz bo'lsangiz, opingizning noroziligi ostida u ippamayman degan qiz bilan to'y qila olamdingiz. Bu mana shunday ishlar. Atisdan boshlab Sharifa kimnili ko'sib dard to'kib yig'lab, o'zining o'tmishini va u ishlarni yo'shirganligini, shu sababdan ko'nglim og'irganligini taxti beshiga ep qo'yib, meni butunlay vafosizga chiqarib sestib oldi. Bo'limdagi hamma odam menga sovuq nazarda qarab, mendan o'zlarini qochirish qilib turib edi, oxiri ishchim siqilib chidamadim.
Shuning bilan sestralar punktiga berib, belikimni mulozimat supsi ustiga qo'yib, po'che qiyofati turib olgandan keyin kulib turib gaplashdim. Sharipaxon, voy sobiq muhabbatim, mayanga bir qarang ha. Sharipa menga hayronlik ham ochiq yig'ib turgan ko'zlarini tikkinicha osta qo'lidagi ishni qo'ydi. Angacha men boshqa sestralarning diqqatini tortish uchun deydigan gapimni boshlamay jimmida turdim. Sharipa menga qarab necha sekund turgandan keyin so'radi. Ha, nima? Gap bo'lsa-da. Ma'qul, hozir deyman. Ikkimiz yurgili qancha uzun bo'ldi? Bu unutib qilib so'rayapmisiz yoki? Yo'q. Sizning esingizda bormi yo'qmi deb so'rashim. 2 oy bo'lay dedi. Qandoq deysiz? Bu jarayonda men sizni, Sharipa Yusuf xonimni bir qitim quchoqlab so'yib baqdimmi? Hay, nimandaq gap qilasiz? Dana avval, shunday qish bo'ldimi? Yo'q. Amisi bir qitim ishdan beg'ingizga qo'l uzatgan yerim bormi? Yo'q. Undaqda shuncha kunlardan beri yurib ketdik. Sizga bir qitim tamoqning yoki choyning hisobotiga pul to'latkizgan, cho'ng kichik iste'mollarda kundalik turmushda sizni chiqib qildirgan chog'larim bo'ldimi? Yo'q. Mana bo'ldi-ku. Men hech qachon sizga qolaymaqan eslab boqmadim. Ya menga o'tib qolgan bir nimangiz yo'q. Chiroyliqini birga xizmat qildik. Chiroyliqini chiqishib yurib qoldik. Yurisham ayrilib ketishlar hamma odamning turmushida bo'lib turdi. Bu yolg'iz bizningli beshimizga kelgan ish emas. Kishilar hatto to'y qilib, necha yil birga yashab, necha bolasi bo'lgandimi ajrashib ketirgan. Uning ustiga biz sizning xatoligingiz sababidan ayrilib ketdik. Xatoligingizni bo'yningizga olmoqda yo'q, hamma yerda meni yomon otliq qilib yurganingiz deymiz. Xalqning ko'gili ko'zi, anglaydigan quliqi, aql ishlatadigan kallasi baqir. Kimning to'g'ri, kimning xato, kim nima qilganda ondan kim nima qildi deganlarni o'ylab yetalgidek aqli bor hammasining. G'ayvatimni qilib, qor qo'yiq aski qilaversangiz, yo biras kelib meni bog'lab tashlab urib bermaydi sizga. Endi bir olay deb qo'yib ammig'inimga manda qilib tursangiz, ya'ni yashamay bo'lmaydi bu hayotda. Bunda qiliqlaringiz bilan buningdan biror arzoti yaqin yo'llamaymi qolmasin sizga. Manda qilmang qarang. Yomon otliq qilaverib, yo bu doktorxonadan yo'tkib yutamidingiz. Ya bir o'libdi ketmadim dedingizda. Bir bo'limda bo'lgandan keyin o'tgan ishlarni unutib ketib, yana chiroyliqini birga ishlab qolaylik. Qandaq? Amiz shunday bo'lsin. Endi ortiq gap anglab qolmayman, ha? Gapimni dab bo'lib shaqqada burilibli katkila tamshaldim. Bu chaqda qiz go'rrida tovlab qoldi. Shuncha vaqtdan beri menga mashtilik tayyorlab to'shig'ini selib, yana meni kayningizga selib so'qildab yurib, tuzimni yeb turib, shunday qilyapsiz. Aga bo'ling, tuzim tutib qolmasin yana. Men sizga mashtilik tayyorlab akilib bering dedim-mi? Ha? Shunday deb baqdimmi? O'zingiz akaldingiz. Sizni deb o'z qo'lim bilan atdim dedingiz. Yesangiz xush bo'laman dedingiz. Endi bu muhabbatlashayotganda normal ish qara. Shundaqmi? Menga bergan sovg'atlaringizni asosan ishlatib baxmadim. Hammasi bor uyda. Atilik yig'ibla og'ash kelman. Ondan avu men sizga ip berganlarni bo'ldi qaytarmasangiz bo'ldi. Sekizinci qism. Navada tamoq to'shibak yerib ketdim, eg'ir chiqim bo'lib ketdi deb qarsangiz, shularning o'rnini mi to'ldirib beray? Atini boshlab har kuni saharda sizga noshliq akilib berib, siz qancha kun davomlashtirgan bo'lsangiz, shuncha kunlik qarzni qaytaray. Shunda qilsak bo'la? Men sizni qaytaring dedim-mi? Qaytaring demisangiz, bularni deb nima qilasiz amsa? Qahalarimni bilsin davati menda shu. Qizning yig'isi yili hamma his tashlag'anni qo'zg'ayolmadi. Bu yerda ortiq turaversam, bak ko'p odam yig'ildigandekmi turadi. Shunga ketib qilishni o'ylab kaynamga burildim. Necha qadam elishimga yana uning ovozi anglandi. Halingizga beqib bir hal tassingiz. Nayt shu qiyr bo'ytaqo. Ya bir avliya azam emassiz. Bek nochilik qilib ketmang jumo. Muzayning yugurish samanliqchi debdikan ko'nila.
Gap qilmadim. Cho'ng-cho'ng chamdab sestralar punkti oldidan ketib qoldim. Asli ayrilib ketish uchun muncha satlashib yurishning hojati yo'q edi. Biroq bu qiz orini chiroyli betib qo'yg'ili unimidi. Nima amal? Mushunda g'ayvat aralash chekidan oshgan, xalqni yomon qilish badaliga o'zini bechora ko'rsatishga urindigan saranliqmi bo'ladi ekan qizlarni. Sharifa bilan ayrilib ketgandan keyin qizlar to'g'risidagi xiyolim bir mahal o'chdi. Ammo opamning g'avg'olari turgan yerda davomli o'chik holatda qo'yg'ili bo'lsinmi? Yana shu to'yning jidili, yana shu loyiq tepishning g'alvasi bilan saran qizlarning ajoyib g'aroyib dunyosiga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Bu chaqda yeshim 33 tarafga ketgili 3 oydan oshgan edi. Talatüzdeki qizlar ko'zimga bir qismini ko'rinadi. Hech biri bilan chiqishib o'tkili bo'ldigandek his qilmaydim. Shunda qilib, xizmatdosh ocham ko'rsatgan qizlarga, ya'ni ko'z silishga boshladim. Sharifa sabtin chekingandan keyin menga loyiq kelgidek qizdan ikkisi qolgan edi. Buning ichida Aytursunni o'ylashib ko'rishni xolab qoldim. U bak chiroyli ham o'moq edi. Lekin uni yaqindan kuzatib sapsilib yurgan kunlarda tasodifiy ishdan birisi yuz berib, u echinishli holda sabtin chekindi. O kuni bir xizmatdoshim jiddiy ish chiqib qolganligini aytib, bugun kechilik navbatchilikni mening o'gundagi navbatchilik bilan almashtirib, bugun kech ishlab berishimni, o'zining o'gillikka mening o'rnimda ishlashini o'tinib turib olgan. Menmi uning o'tinishlarini yada qo'ymay, shu xizmatdoshimning o'rniga almashib ishlayotgan vaqtim edi. Bölümde nöbetçi sestra bilan mendan boshqa bir kimma qolmabdi ekan. Yana bir doktor yemek-içmek ip kiray deb chiqib ketib kirmay turibdi. Bir kamda tonish bir gavda bakmi ezlangu holda injiqlab, jonsiz qadamlarini ming tasdiqda yo'tkab, bemor yo'q bir quruq balnisga kirib ketdi. Koridor g'uva yo'riq bo'lib, bemorlarning orom ilishiga ta'sir etib qolmasligi uchun oqshomlari koridorning cho'ng chiroqlarini o'chirib o'tadi. Balnisga kirib ketguchining ayol kishi ekanligini, oq holati va cho'chiri posmasiga qarab sestra ekanligini ilg'i qildim. Ammo kimligini jazmlashtiramadim. Asta berib eshik aynikidan qarab ko'rsam, u dal Aytursun shukan. Nim bo'ldikin, qiz tatargandan o'ta sarg'ayib, chiroyida qon didori qolmabdi. To'limi zaif bir holda karvatda so'zlib yotgan qizga ichim og'irdi. Kirib ahvol so'ray deb eshikni ittirsam, ichidan taqilibdi. Ursam jim, chaqirsam jim, birdam saqlasam yana jim. Qaraganda bir kimga uqtirg'isi yo'q o'xshaydi. Yoki bo'lmasa, odat og'irtib kelgan ahvollar bo'lsa, o'z holiga qilishni o'ylashgan bo'lish mumkin deb o'ylab ortiq gaplashmadim. Bir kam bo'lganda ayollar bo'limining sestrasidan biraylan dengoslab bizning bo'limga kirib, atrofga timiz qilib qarab qo'yib, putining uchida menib Aytursun kirib ketgan balnisga kirib ketdi. Gerçi tokni o'chirib etgan bo'lsam-mu, ishxonamning eshigi ang'irqay ochiq bo'lg'achqa ko'rib turatdim hammani. Qiz kirib ketgandan keyin hayronligim hasilandi. Chunki uning qo'lida qora so'lay holatda eg'irli bir narsa boda qiladi. Shu ish kallamga ko'vilib, necha kungacha Aytursunning chiroyiga, yurish-turishlariga diqqatimni og'dirib yurdim. Har qitim uning qaynoq suvni uzmay ishganligini, garilki bilan beliga qo'sqiga issiq o'tkazib yurganligini ko'rsam ichim og'riydi. Shu orada uning ayollar kasalligiga qarta dori ichib yurganligini, balyotqa axlatlarini tozalaydigan sog'lomlik buyumlarini ishlatganligini bayqab qoldim. Ish qilib qig'ili ishim yo'q, shuningga kirishib qoldimmi bilmayman. Har holda shunday bo'ldi. Ondan tuyuqsiz bir qiziqishning turtkisida yaqinimning yaqinini, xizmatdoshimning xizmatdoshini izlab ahvol uqib yurib, bu qizning heliqi kuni kechida shu bo'limda ishlaydigan, o'zi yaqin o'tadigan bir doktor va bir sestraning yordam bilan doktorxonamizning ayollar bo'limida maxfiy holda bola oldirganligidan xabar topdim. Aytursunning ajoyib ish izlaridan xabar topgandan keyin meni sovuqli tar bosdi. Onun bilan orlashib beqishni o'ylaganlarimni hech kimga demadim-yu, o'zimmi bu qizni butunlay xiyolimdan chiqarib etdim. Elimi yaxshi bu ishlarni uningga eg'iz ichishdan burun bilib qoldim. Bo'lmasa, mushundaq har ishlarni qilib etgan, Sharifadek otiqi bilan cho'kan bo'lmasimi, yang ichida ostirtdan cho'kan bo'lib, xalqning bolasini tushirib yurgan biriga nisib bo'lib qolarkanman.
Aytursunning ishidan keyin Soniya degan qizmo ko'zimga boshqachalik ko'rinishga boshladi. Xuddi uningmi Sharifa va Aytursunga o'xshashlar mendan yo'shiradigan qandaqdir ishlari bordek. Shunchaki gap echibli qolsam yo'pirilib kelib gadanga tushunigandek. Ondan uningdan qutulay deb tipirlab qilib, jinimni qiynab oldigandek tuyulishga boshladi. Uning ustiga Xudikibaning duduqiba degandek uni ko'rsamla jiddiylashidigan, purrida tarlab gapdan ozadigan, o'zim xohlamagan bir ishlarga zo'rlangandek yiqimsizlanadigan bo'lib qolgan edim. Yana shu opamning qalbisi bilan qayta boshdan belimni bog'lab, dixmoq dallol ochimizning qiz tonishtirish tartibiga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Shundan keyin bir-biridan chiroyli, lekin bir-biridan ahmoq, bir-biridan yo'lsiz, kot-kot, mijozi o'sal, heyli-mikirda bosh ko'tiray deb qolgan necha qizlar bilan kino kabi uchrashishlarimiz bo'lib o'tdi. Shularning orasidagi birisi Grimni haddidan ziyoda qiynab qiladi ekan. Qiynab qismi mayli edi. Baribir ularning ranglik bo'yoqlar ishkanligini yer sharidagi hamma odam bilib ketgan yerda men eg'ir olmaydim. Biroq heliqi qiz lavsuroq, qoshliq va ko'z grimlarini o'z rayonidan otlatib surkashga shunchalik omraqkanki, men uning grimlarini ko'rgan hamonla qaysi bir kinodagi Joker obrazi ko'z oldimga kelib olib, qizning oldida faqat erkin bo'lolmadim. Uning bilan kori yo'q, bu texi shart talablarini oldimga tashlab, elitilla meni harbiy tizimda boshqarishga tirishib oladi. Tap tatmay davatido elqi gaplarni. Mundaq dedi, bu chiroyli mo'zakal qiz bola. Men tamoq etamayman danga. Bu yoshga kirganda uyginay desammi taskan. Shunga to'ydan keyin tamoqni siz eting. Ya bo'lmasa xizmatkor taklif qilaylik. Doktorning maoshi yuqori deb angladim. Uning ustiga sizning doktorlik unvoningiz bo'lgandan keyin maoshingiz texmi yuqori degan gap. Shunga xizmatkor taklif qilgudek imkoniyat bor deb o'ylayman. Ondan qarang, men tirnoqlarim. Men tirnoqimni uzun, chiroyli qilib yasashni, marvoyit, yoqut ko'zlarni qo'yib bezashni yaxshi ko'raman. Bu tirnoqlarim bilan tamoq etishni o'rganish, qirqat yuyish, uy tozalash degandek ishlarni qilish menga tez keladi. Eng yaxshisi shu xizmatkor taklif qilaylik. Yana tug'ilgan kun, to'y xotiri kun, aşıq məşıqlar bayrami, xanım qızlar bayrami, yoshlar bayrami degandek har qandaq bayram alohida kunlarni cho'qim sirtda restoran ko'tira ilib dag'dug'liq o'tkazib bersiz jima. Qizning tayinliq talablarini anglab etib kulgan qistidi. Chunki u lav suruqlari relisdan chiqib ketgan ash rezinki chiroy lavlarni har yon qimirlatib gap qilg'ili tursa, bakmi g'alit bo'lib qoladi ekan. Shuning bilan qiziqsinib qizga chaqchaq qildim. Bu davatgan bayramlaringiz qabr supurish bayramini o'z ichiga olamdi. Bir kim o'lmadi texi. Astoydil gap qilibsam, nimandaq kayfimni o'chirsiz? Shunchaki chaqchaq edi. Uni bunda qo'pollik qila deb o'ylamabdi ekanman. Shu bir ig'iz gapim chiqishi bilan qiz chichanshib, terkib, oldidagi liqqida qahva bor stakanni qo'lining kayni bilan men tarafga o'rdi. O'zimni qochirishga ulguramadim. Qahva oppoq maykamning oldiga va ishtining to'kilib, stakan nalagido ushdi. Men chaqqonlik bilan o'rnimdan turib, maykamni qiqishtirayotgan shu paytda ahvolni ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Egiz bo'yliq zilva kutguchi qiz lo'ngimikin ish qilib bir narsani ko'tarib kelib, maykamning oldini surtishga urindi. Men uni to'sib olib, qo'lidagi yumshoq narsani elib, maykamni qiqishtirib, surtib bir nimalarni qilib ketdim. Biroq qahvaning deg'ini pokiza chiqarib etish mumkin bo'lmadi. Maykam yo'liqqan talofatni ig'ir ahvoldagi bo'lmadi. Biroq qizning harakatidan baklar ranjigan edi. Men texi uni ehtiyotsizlikdan bo'ldi deb bo'lsa-mu, bexastaligiga do'ngab qo'yib kechirim so'raydi-ku deb o'ylabdim. Lekin u g'imidi yo'q qoshlarini hemirib, javg'ini karkidonning tumishqida qilib, qopoqlarini so'zib o'ltirib ketibdi. Sat qo'yim tutdi. Ochiq bilan qaydim unga. Nima qildingiz bu? Chaqchaq qildim bo'lmam sizga. Bir eg'iz gapga shunchalik qilish ketamdi.
Әмісчі қараң. Елетілла иғызыңызды үштіп, қабірі сүпіріш байрымы деп ватылдап кетмесіңіз мұ болуды? Неме о, адамның зыттығы дегідіған нәдге кепні қылып? Sizning otangiz sizni malikadek boqqan bo'lsa, mening otanam shohzodadek e'tiborlab cho'nqagan. Sizning o ko'zingizga qarab ekan, meni go'hardek azlab hamma yerimga qaraydi. Nima bu bir ig'zi chaqchaq gap ko'ndirmagan taxaydak urib deb yurasiz? Menga undaq tani gap qilib bermangdingsiz. Ata-onam mening ko'zimning ichiga qarab, e'tiborlab, har bayramlarda sovg'alarni ep berib, yana texi hamma do'stlarimni chaqirib, ayrim tabriklash faoliyatlarini o'tkazib berib, deganimni talab qilganlarimni oshirib, o'rinlab, meni malikadek beqib cho'nqagan. Yilda bir keladigan shunchalik bayramlarni o'tkazib berish tashkiladigan ish bo'lsa, hozirlar deb qo'ying. Keyin bo'lmaydi desangiz, so'qishib qolamiz. Savizdan xabar yo'q ko'rishdan yapti degan mo'shi bo'g'iydi. Men boyla oldimga uchib kelgan istakan bilan boshimni tepib, bu qizni rad qilishim kerakligini mo'ljarlab turganda, u texi kiyinning gapini qilib ketibdi. Mo'shini xotinlik ilib, xotin qilib ketalishimga ko'zim yassi qochdi. Hargizmi menga xotin, opamga kelin bo'lmaydi. Qoq beshida qiliqi batusa buni. Keyinchi qildan qiyiq kelsa, uy ichida heli istakanni, heli chiniqachini, heli qozonyu tuvoqni uchirtib yursa qanday qilib? Eniqjuma. U arzulab yurgan to'y xatiri kunimizga ulashmayla uchib kelgan qattiq jismdan birisining iltifoti bilan Rasululloh bu o'zi yolg'iz qabr supurish bayrami o'tkazib qolmasin. Issiqida tugitayjuma. Shularni o'yladim-da, xo'shmi demay sirt qilmadim. Rastimni etsam uning bilan faqat paranglashqim, qisqasi xo'sh deb qo'yishqima roziliqim yo'q edi. Voyt, nega? Ishik tüyüge bağmazda onun yıkımsız zuvanı anlandı. Takkıdı keynimge barıldım. Qarasam yaman gumpichidek tursiz. Özüm manalıgıdek çağdı ketip alaycımı. Eligiçi baş gözümni yerip, put kolumni sundurup koysanız ciddi qutquluş maşinisi çaqırdıgan iş çıkmısan. Qo'sh, amsi men ketdim. Hey, bu mushundaqli ketamsiz? Amiz qanday qilib beray ekanam? Jimmida turib asam, tüyüki bağlab 100 deri urvalamtili ya. Şu gepim bilan yenimdiki kütköç qiz qaqaqlab kulib ketdi. Avu moza kalpining yenidan o'tmaydigan gap. Qizlarning ikkilisiga olib qarab qo'yib, yana bir qitim hisobot qilmay qahvaxondan chiqib ketdim. Uningdan keyingi birisi kenishkichi chiqib qoldi. Uchib kelgan istakan vaqasidan keyin eliqi kütköch qizdan xijil bo'lib, u qahvaxonaga bormay, ko'rishni boshqa bir choyxonaga o'rinlashtirgan.